Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Ko'rsat. Bunga chiqarib, bunga qo'yasiz. Qo'y shunga. Suvana uchun tanangni satdingmi? To'xta. Aba, meni yo'tirib o'timiz. Menga qara. Menga qara, ey. Qo'lim bilan ko'rsat. Siz sal uzoqroq. Men ham tushayinda, qo'lim bilan ko'rsat. To'g'rilab ko'rsat. Yana buni. Bo'l. 150 uchun tanangni satdingmi? Voy voy. Hozir videoni bir marta bosasiz, aytib, qiymildamay. Yaxshimi? Bosim. Men Amaldor tuman ichki ishlar bo'limi prokuratura inspektor Radilsina Zakir Humoyin bo'laman. Tak. 2023-yil 23-may kuni familiya Fuqaro Yo'ldosh va Muqaddam. Yo'ldoshboyeva. Yo'ldoshboyeva Muqaddam. Jami 140 ming so'm, bir dona 100 ming so'm va 4 dona 10 ming so'mlik evaziga shaxsan ismli fuqaro bilan jinsiy aloqada bo'lish uchun 140 ming so'm pul o'ziga o'qigani aniqlandi. Va ashyoviy dalil sifatida ikki xos ishtirokida ijaracha qilib olindi. Bu. Sharmanda. Qildimmi men? Qatti gapir. Qayda qildim? Ihson aka uyida. Yolg'on gapirma. Qatti gapir. Ihson aka uyida. Qaytib qildi. Devor qo'ydi. Keyinchi Endi hayot qilyapman dedim. Hayot qolmasin, yaxshi ayolsan dedim. Yaxshi ayolsan dedim. Hayot qildim yerimga. hurmatda qachon qildi keyin bu seni? Opamlar ketdi. Qatti gapir. Opamlar ketdi. Qaytib qildi. Shunday. Qaytib qatti gapir. Chiyga oldi. Вообще bo'lmagan bu. Hurmatli fan olimpiada markazi, olimpiada o'tkazolmasanglar, shaffoflik ta'minlanolmasanglar, iltimos qaytib olimpiada o'tkazmanglar. Mana. Savollar ertalab tarqab bo'lgan ekan. Mana matematika 10-sinf, 15-58 e'lon qilyapsizlar savollarni. Mana hozir ochib qaraymiz savollarga. Mana savollar. Mana. Xuddi shu savollar ertalab tarqagan. Mana hozir isbotlab beraman buni. Soat 11:14 da bizni gruppaga yetib kelyapti. Shuni kaltini qilaylik. Gruppaga chiqibdi 10-sinf ekan degan mana. Lekin 10-sinflar endi kiradi, hayronman deyapti. Lekin savollarga qarasangiz, soat 7:00 da skrinshot qilingan mana. 7:00 da xuddi o'sha 10-sinflarni savollari o'sha kimlarnidir qo'liga yetib borib, skrinshot qilib tarqatilgan. Keyin ustozlar gruppasiga yozganman. Assalomu alaykum ustozlar. Olimpiada savollar tarqab ketibdi. Nima qilsa bo'ladi? Qayerga murojaat qilsa bo'ladi? Mana javoblarni o'zlaringiz o'qib ko'ringlar. Mana bu yerda ustoz yozyapti, ertalab 8 mingdan sotilgan ekan savollar. Endi 200 mingga tushibdi. Keyingi ustoz olimpiada har doim shunday bo'ladi. Mana men so'raganman keyin, kimlar tarqatgan javoblarni, uni yozgan, tuzganlar tarqatgan. Boshqa ustozimiz yozyapti, shuning uchun ham 2 yil bo'ldi o'quvchi tayyorlamayman deb. Yana iqtidorlar maktabi Telegram kanaliga ham maqola e'lon qilingan. Mana 200 mingdan sotilgan javoblar. Shuni tushuntirib bera oladigan odam bormi? O'quvchilarda ta'limga nisbatan, mana bu olimpiadaga nisbatan ishonch yo'qolmaydimi? Agar mard bo'lsanglar, tan olinglarda shu olimpiada natijalarini bekor qilib, boshqa olimpiada o'tkazinglar. Agar qo'llaringizdan kelmasa, iltimos bizlarni ham o'quvchilarni ham ovora qilmanglar, o'sha tanishi, bilishi, puli borlarga o'rinlarni berib qo'yaveringlar. Bu videoni maksimal tarqatishga yordam qilinglar, hamma ko'rib qo'ysin. Mana ta'lim qanaqa ahvoldaligini, ta'lim kimlarning qo'lidaligini, o'sha 200 mingga zor odamlarning qo'lida qolgan ta'lim.